Salom aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan geometriya 7-sinfda geometriya darsini boshlaymiz. Demak, bugungi mavzuyimiz 7-bob takrorlash, ya'ni 7-sinf darsligidan shu kungacha o'tgan mavzularimizni takrorlab o'tamiz. Ya'ni bu bobdagi birinchi mavzuyimiz geometrik masalalarni yechish bosqichlari. Bu mavzuda geometrik masalalar yechilish tartibi, bosqichlari va ularga qanday erishish yo'llarini o'rganamiz. Demak, qarang. Masalalar qo'yilishi va mohiyatiga qarab 3ga bo'linadi. Masala yechishdan avval masalaning turini aniqlab olishimiz zarur. Demak, masalalarni o'ziga yarasha 3 ta turi mavjud. Birinchisi hisoblashga doir masalalar, ya'ni bu masalalarda hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Ikkinchisi isbotlashga doir masalalar. Bunda ma'lum bir tushuncha isbotlaniladi. Va uchinchisi yasashga doir masalalar. Bunda qandaydir geometrik shakllar yasaladi va shu tarzda masalalar o'z yechimini topadi. Demak, geometrik masalalarni yechishda ahamiyatli bo'lgan tushunchalarga e'tiboringizni qarating. Demak, masalalarni yechishda biz birinchi navbatda geometriyaning asosiy tushunchalarini bilishimiz kerak. Demak, geometriyaning asosiy tushunchalari uning xossalari, chizmalari va teoremalaridan iborat bo'ladi. Ikkinchi tushunchamiz geometrik masalalarning mohiyatini tushunishimiz kerak. Mohiyati deganda uni biz anglab yetishimiz kerak. Ya'ni masala nima haqda so'ralayotganini anglab yetishimiz kerak. Va uchinchisi geometrik xossalar haqidagi teoremalarni isbotlash usullarini anglab olishimiz kerak. Demak, hozir siz bilan ketma-ketlikda bosqichlarni sanab o'tamiz. Masalalarni yechish bosqichlari, masalani tushunish, uni rejalashtirish, yechish va tekshirishdan iborat. Demak, masalalarni tushunishda, rejalashtirishga, yechishga, tekshirishga nimalar kiradi? Demak, birinchi bo'lib geometrik masalalarni yechish bosqichlaridan birinchi bosqichimiz masalani tushunish. Bunda sharti, xulosasi ajratib olinadi. Ya'ni nima haqida gap ketilayotganini anglab yetishingiz kerak. Qisqa shart tuziladi, masalaga oid chizma chiziladi va ma'lumotlar chizmada belgilanadi. Ikkinchi bosqichimiz rejalashtirish. Ya'ni masalani rejalashtirib olishimiz kerak, masalani yechish usulini tanlashimiz kerak, qanday formulalardan foydalanayotganimizni bilishimiz kerak va yordamchi shakllar zarurati bo'lsa, uni albatta chizishimiz kerak. Uchinchi bosqich yechish bosqichi. Bunda masalalar berilgan reja asosida yechiladi. To'rtinchi bosqichimiz tekshirish bosqichi. Masalaning topilgan yechimi tekshiriladi va javobga erishiladi. Endi siz bilan bitta masalani ko'rib chiqamiz. Demak, masala teng tomonli uchburchak berilgan. Tomonlarining o'rtalari kesmalar bilan tutashtirilsa, ular yana teng tomonli uchburchak hosil qilishini isbotlang. Demak, siz anglab yetgan bo'lishingiz kerak. Bu masalamizning turi qanday? Ha, to'g'ri, isbotlashga doir masala. Bosqichma-bosqich amalga oshiramiz. Demak, birinchi bosqichda aytilgan masalani tushunish bosqichi. Masalani tushunishdan avval masalaga to'g'ri keladigan chizmani chizib olishimiz kerak. Ya'ni bizning masalamizda qisqa shartimiz bo'yicha e'tiborni qarating. Uchburchak ABC. Mana uchburchak ABC teng yonli. Ya'ni uchburchagimiz teng yonli. Teng yonli uchburchakni qanday uchburchak ekanligini siz juda ham yaxshi bilasiz. Demak, bunda
K nuqtamiz AB tomonining o'rtasi, N nuqtamiz BC tomonining o'rtasi va L nuqtamiz esa AC tomonining o'rtasi. Isbot qilishimiz kerak. Hosil bo'lgan bu o'rtadagi nuqtalarning tutashidan hosil bo'lgan uchburchagimiz mana alohida ko'rsatib o'tilgan teng tomonli uchburchak ekanligini isbot qilishimiz kerak. Demak, biz birinchi tushuncha, ya'ni birinchi bosqichni bosib o'tdik. Ikkinchi bosqichimiz rejalashtirish bosqichi. Bu bosqichda demak diqqatingizni jamlang. Uchburchagimiz birinchi bosqichdagi uchburchakdan farq qildi. Bunda demak teng yonli uchburchakni xossasidan foydalanib, teng yonli uchburchakning tomonlari va uning burchaklari tengligini inobatga olib, har bitta burchagini 60 gradusga tengligini siz bilan biz isbotlagan edik. Demak, chizmadagi teng kesmalar va 60 gradusli burchaklar uchburchaklar tengligining qaysi alomatiga ko'ra TBT alomatiga to'g'ri keladi deb biz masalani rejalashtirib oldik. Shu o'rinda TBT alomatni bir esga oling. Siz buni juda ham yaxshi o'rgangansiz. Demak, sizga ma'lumki, uchburchaklar tengligining TBT alomatiga to'g'ri keladi. Xo'p, uchinchi bosqich. Demak, bizning bugungi masalamiz isbotlashga doir bo'lgani uchun uchinchi bosqichni isbotlash deb alohida ajratib qo'ydik. Ya'ni yechish so'zini qavsga olishimizdan maqsad hisoblashga doir masalalarda siz albatta yechish deb yozasiz. Ya'ni bu bosqichda demak davom etamiz. LA, mana LA, AK to'g'ri chizig'imiz bor. KB, BN, NC va CL. Demak, bular o'zaro teng. Bu shartda belgilab berilgan. Burchak A, burchak B, burchak C'lar 60 gradus bo'lgani uchun, demak bu uchala burchak ham teng. Bundan uchburchak L, A, K ga e'tiboringizni qarating. AL, AK tomonlari va A burchagi mos ravishda LNC ning LC va NC tomonlariga va hamda BKN uchburchagimizdagi BK va BN tomonlari va B burchagi o'zaro teng bo'lgani uchun bu uchburchaklarimiz tengligi kelib chiqdi. U holda bu uchburchakning uchinchi tomonlari, ya'ni KN, NL va KL to'g'ri chiziqlarimiz, tomonlarimiz teng. Uchburchaklar tengligining uchinchi alomati, ya'ni tomon alomatiga ko'ra hosil bo'lgan KNL uchburchagimiz teng tomonli ekan. Bu bilan biz siz bilan uchinchi bosqichni yakunladik. Mana endi to'rtinchi bosqich, tahlil bosqichi. Uchinchi bosqichda teoremani isbotlab bo'ldik. Ya'ni teorema isbotlandi. Isbotlangan teoremadan xulosa chiqarishimiz kerak. Demak, teng tomonli uchburchakning o'rtalarini tutashtiruvchi kesmalar tutashuvidan hosil bo'lgan uchburchagimiz teng tomonli ekan. Ana aziz o'quvchilar, demak isbotlashga doir masalani yechishning 4 ta bosqich asosida siz bilan ko'rib chiqdik. Endi sizga shu o'rinda savol. O'ylab ko'ring-chi, teorema teng yonli uchburchak uchun ham o'rinlimikin? Xuddi biz yuqorida isbotlaganimizdek, siz ham xuddi shu usul bilan shu tushunchani daftaringizga isbotlab qo'ying. Shu o'rinda sizga eslatma. Masala yechishni o'rganish uchun albatta o'quvchilar, siz ko'pgina masala yechishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi eslatma, masalaga oid chizmani to'g'ri chiza olish va qo'shimcha chizmalarni topa olish masalaning yarmini yechish demakdir. Bu bilan aziz o'quvchilar, demak siz masala yechishni o'rganishni
xohlasangiz siz albatta ko'proq masala yechishingiz kerak ekan. Endi siz bilan hisoblashga doir masalani yechamiz. Demak, bu darsligimizdagi 145-betdagi 8-masala. Masalaning shartida aytilishicha 93-betda joylashgan 9-masalani yeching. Masalani shartini o'qiymiz. Masalani birinchi bosqichiga o'tishdan avval masalani shartini kamida 4 marta o'qishni unutmang. Ikki parallel to'g'ri chiziqni kesuvchi bilan kesganda hosil bo'lgan burchaklaridan biri ikkinchisidan 8 marta katta ekan. Hosil bo'lgan barcha burchaklarni toping. Demak, bosqichma-bosqich doskada ishlashni boshlaymiz. Birinchi bosqichimiz kerakli chizmani chizib oldik va belgilashlarni kiritamiz. Ikki parallel to'g'ri chiziq. Birinchi to'g'ri chizig'imiz A, ikkinchisi B va kesuvchi to'g'ri chizig'imizni S bilan belgilaymiz. Demak, yozamiz. Shartni kirgizishimiz kerak. Berilgan A parallel B ga. Masala shartiga ko'ra ikkita burchagidan bittasi ikkinchisidan 8 marta katta ekan. Ya'ni kichigini x bilan belgilasak, ikkinchi burchagimizni 8 marta katta bo'lgani uchun 8x bilan belgiladik. Demak, nomerlab olamiz. Birinchi burchagimiz, ikkinchi burchagimiz, uchinchi burchagimiz, to'rtinchi burchagimiz, 5-chi, 6-chi, 7-chi, 8-chi burchak. Demak, ikkita parallel to'g'ri chiziq va kesuvchi yordamida 8 ta burchak hosil bo'lishini siz bilasiz. Endi yozamiz. Burchak uchimiz x ekan. Burchak 4-chi burchagimiz esa, demak 8 marta katta bo'lgani uchun 8x deb oldik. Va topish kerak. Topish kerak. Demak, barcha burchaklarni, burchak 1, burchak 2 va davomiy burchak 8 necha gradus ekanligini topishimiz kerak. Demak, birinchi bosqichni amalga oshirdik. Endi ikkinchi bosqichda nima ish qilishimizni rejalashtirib olishimiz kerak. Rejalashtirish deganda, demak, chizmaga e'tibor bering. Chizmada qanday burchaklar haqida gap ketyapti? Qo'shni burchaklar. Buning uchun biz uning xossasidan foydalanishimiz kerak. Qo'shni burchaklar yig'indisi necha gradus edi? Ha, to'g'ri, 180 gradus. Demak, yechish qo'shni burchaklar yig'indisi 180 gradus bo'lgandan keyin, demak, x ga 8x ni qo'shamiz va tenglaymiz 180 gradusga. Yig'indini hisoblasak 9x hosil bo'ladi. 180. 9 bilan x ni oldida albatta biz bilamiz, siz bilan har doim ko'paytma yashiringan. Demak, x'imiz necha gradus chiqdi? 20 gradus chiqdi. X'imiz 20 gradus, ya'ni burchak 3. Uchinchi burchagimiz 20 gradus bo'lsa, to'rtinchi burchagimiz teng bo'ladi 8x bo'lgani uchun 8 ni 20 ga ko'paytirib 160 gradus ekanligini siz bilan aniqlab oldik. Endi birinchi burchagimiz uchinchi burchakka tengligini biz juda ham yaxshi bilamiz. 5-burchagimiz 7-burchakka tengligini ham bilamiz. Ya'ni 1 va 3, 5 va 7-burchaklarimiz vertikal burchaklar. Vertikal burchaklar esa o'zaro tengdir.
va 3-burchak bilan 5-burchak, 7-burchak bilan 1-burchaklar ham tengligini aytib o'tsak bo'ladi. Demak, davom ettiramiz. Burchak 1 teng ekan burchak 3 ga, u ham teng ekan burchak 5 ga va burchak 7 ga. Bu 20 gradusligini siz bilan hisoblab o'tdik. Burchagimiz 2 teng bo'ldi burchak 4 ga, u esa burchak 6 ga va burchak 8 ga. 160 gradus. Demak, javob 20 gradus va 160 gradus ekanligi kelib chiqdi. Masalani tushundingizmi, aziz o'quvchilar? Ana endi sizga mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni e'lon qilaman. Uyga vazifa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni e'lon qilaman. 3, 5 va 8 masalalar 145-betda joylashgan. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, sizga namuna uchun 8-masalani doskada ishlab tushuntirib berdik. Shu bilan bugungi darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling. Koronavirus o'zi nima? Koronavirus infeksiyasi COVID-19 kuchli o'tkir respirantli infeksiya bo'lib, 2019-yil so'ngida Xitoyning Wuhan shahrida paydo bo'ldi. Koronavirus infeksiyasidan o'zimizni himoya qilish uchun nimalar qilishimiz lozim? Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining yangi koronavirus tarqalishini oldini olish bo'yicha asosiy tavsiyalar. Doimiy ravishda qo'lingizni yuving. Alkogol asosidagi dezinfeksiyalash vositalari yoki sovun bilan qo'llaringizni muntazam ravishda yuvsangiz, qo'llarning yuzasidagi viruslar o'ladi. Nafas olish gigiyenasiga rioya qiling. Yo'talayotganda yoki aksirayotganingizda og'iz va burningizni salfetka yoki dastro'mol yordamida yoki tirsagingizni egilgan holda yuzingizni to'sib yoping. Muloqot masofasini saqlang. Odamlar bilan muloqot qilayotganingizda kamida 1 metr masofada turing. Ayniqsa yo'tal, burun oqishi yoki isitmasi bo'lganlar bilan. Imkon qadar ko'zingiz, burningiz va og'zingizga teginmang. Qo'llar bilan odatda virus mavjud bo'lgan ko'p joylarni ushlaymiz va shu tariqa virusni o'tkazishimiz mumkin. Oziq-ovqat bozorlariga tashrif buyurganda gigiyena qoidalariga rioya qiling. Hayvon yoki hayvon mahsulotlariga tekkandan keyin qo'lingizni muntazam ravishda sovun yoki dezinfeksiyalash vositalari bilan yuving. Xom yoki yaxshilab pishirilmagan hayvonot mahsulotlarini iste'mol qilmang. Oziq-ovqat xavfsizligi qoidalariga muvofiq termik ishlov berilmagan xom go'sht, sut yoki boshqa oziq-ovqat mahsulotlariga alohida ehtiyotkor bo'lish lozim. Shuni yodda tutingki, o'zimizga, atrofdagilarimiz, yaqinlarimiz va jamiyat uchun qanchalik mas'uliyatli bo'lsak, infeksiya tarqalishiga qarshi katta hissa qo'shgan bo'lamiz. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас литературное чтение. И мы продолжаем с вами изучать произведения о войне 1941-45. Сегодня мы с вами познакомимся с произведением Александра Трифоновича Твардовского, которое называется «Рассказ танкиста». Мы познакомимся с биографией и творчеством поэта, поговорим о детях войны 41-45 годов, а также будем совершенствовать умение размышлять над прочитанным. Итак, Александр Трифонович Твардовский родился в 1910 году в семье кузнеца. В их семье очень любили читать. Отец очень часто приносил книги. Дома вечерами всей семьей они сидели и читали книги. Часто читали вслух произведения Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Это отец Трифон Гордеевич, мать Мария Митрофановна, и это молодой Александр Твардовский. Это семейная фотография Твардовских. Учился Алеша в сельской школе. Стихи начал писать рано. В 14 лет он стал посылать свои заметки, статьи в смоленские газеты.
Во время войны 1941-45 годов Твардовский служит специальным военным корреспондентом. Он написал много стихотворений и поэм. «Страна Муравия», «Рассказ танкиста» и самое знаменитое его произведение «Василий Теркин». Война, она унесла очень много жизней. Когда мы говорим о войне, это страдание, это боль, это трагедия. Твардовский смог в своих произведениях передать все ужасы, всю боль и страдания этой войны. Ребята, посмотрите на фотографию. Здесь вы видите молодых ребят, ваших ровесников, которых застала война. Кому-то было 12 лет, кому-то из них 15. Они, оставшись без родителей, часто попадали в полк и становились сынами или дочерьми полка. Посмотрите, пожалуйста, документальную хронику военных лет. В 1942 году Александр Трифонович написал стихотворение «Рассказ танкиста», основанное на реальных событиях. То есть это на самом деле было. Эту историю он услышал от одного бойца, участника боевого танкового сражения. Главный герой так и остался неизвестным. Однако он навсегда остался символом юношеской отваги и мужества. Твардовский, так как был журналистом, очень часто общался с разными людьми на войне. И вот таким вот образом он услышал эту историю и написал свой рассказ «Танкиста». Когда читаешь это произведение, создается впечатление, что танкист – это сам автор, потому что это произведение написано со слов от своего имени. Был трудный бой, все нынче как спросонку, и только не могу себе простить. Из 1000 лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. Ребята, непонятные слова, все нынче как спросонку. Hozir shuncha vaqt o'tgandan keyin xuddi tushda ko'rganday. Лет 10-12, бедовый, из тех, что главарями у детей, из тех, что в городишках прифронтовых встречают нас, как дорогих гостей. Бедовый называет автор мальчика. Мальчику всего лишь 10-12 лет. Машину обступают на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносят мыло с полотенцем к танку и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит, не выглянуть из башен,
и черт его поймет, откуда бьет. Ребята, возможно, непонятные были слова, а он гвоздит. Стреляет без умолку, бесперерывно стреляет. На танке есть башня, и от этого из башен невозможно выглянуть. И никак не могут понять, откуда же это стреляют. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился. Столько всяких дыр, и вдруг к машине подбежал парнишка. «Товарищ командир, товарищ командир!» «Я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал, они вон там, в саду». «Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу». Ребята, посмотрите, сколько раз мальчик сказал «я». Я знаю, где их пушка. Я разведал. Біліп алдым. Я подползал. Я приведу вас. Что ж, бой не ждет. Вылезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту вчетвером. Стоит парнишка. Мины, пули свищут, и только рубашонка пузырем. Ребята, посмотрите. Страшно. Пули, мины. А мальчик не боится. Только рубашонка пузырем. Как называет автор мальчика? Дружище, парнишка, ласково. Подъехали. Вот здесь. И с разворота заходим в тыл и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. Заходим в тыл, оркасыдан утып, полный газ даем. Вмяли в рыхлый, жирный чернозем. В России очень плодородная земля, и она темная, черная, называется чернозем, коратпрок. Я вытер пот, душила гарь и копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал «Спасибо, хлопец», и руку, как товарищу, пожал. Гарь, копоть, коракюя. Посмотрите, пожал руку, как товарищу. Боец мальчика маленького благодарит за то, что он, возможно, спас его от пули. Был трудный бой. Все нынче как спросонку, и только не могу себе простить, из 1000 лиц узнал бы я мальчонку, но как зовут, забыл его спросить. Автор сожалеет о том, что не спросил, как зовут мальчика. Но таких ребят было очень много, ребята. Тех, которые шли на подвиг и не думали ни о чем. Тема произведения – героический поступок мальчика, который помог танкистам уничтожить вражескую пушку. Автор показывает, что во время войны, когда весь народ стремится победить врага, дети тоже помогали как могли, были смелыми и отважными. Смелый, отважный, джасур, дов юрак. Подвиг мальчика – не единичный случай. В больших и маленьких прифронтовых городах проживало немало мальчишек его возраста, которые всеми силами пытались помочь солдатам справиться с фашистами. Эти ребята, они были, может быть, лидерами, они были очень изобретательными. Видите, мальчишка помог, он разведал, где находится вражеская пушка. Пусть их подвиги и были не очень большими, великими, однако их вклад в великую победу не стоит преуменьшать. В этом и заключается основная идея стихотворения Твардовского. Итак, тема стихотворения – дети и война.
Вы видели, что в этом стихотворении начало и конец, они одинаковые. Это называется кольцевая композиция. Жанр этого стихотворения – баллада. В старших классах вы будете изучать и поймете, что же такое баллада. Стихотворный размер мы тоже будем с вами изучать уже позже. Какие были метафоры? А он гвоздит, душила гарь и копоть. Эпитеты трудный, недозрелые. И сравнение. Все нынче как спросонку, рубашонка пузырем. Прошла война, прошла страда, но боль вызывает к людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. Ребята, задание на дом. Вам надо будет выучить понравившийся отрывок, найти в стихотворении наречия и записать их в тетрадь. А также, если вы очень хорошо можете пользоваться PowerPoint, попробуйте сделать презентацию «Никто не забыт, ничто не забыто». Те ребята, которые не могут этого сделать, вы можете нарисовать рисунки. На этом наш урок подходит к концу. Всего вам доброго. До свидания. Nafaqat muvaffaqiyatga erishish, balki hayotingizni mazmunli qilishga intiling. Albert Einstein. Farzandingiz birinchi qiyinchilikka duch kelganda tushkunlikka tushadimi? Beparvo va harakat qilmaydimi? O'qituvchilar va psixologlar tasdiqlaydilar. Zamonaviy bolalar o'qishga qiziqishni yo'qotmoqdalar. Ota-onalar ehtimol ilgari o'qimishli va imtizonli o'quvchilar bo'lishgandir. Lekin bugun nima o'zgardi? Qattiq tartib va intizom yo'qoldi va o'qishga bo'lgan qiziqishning yo'qligi yanada ravshan bo'ldi. Bundan tashqari, hayot sur'ati va tarzi tezlashdi. Har bir bolaning rivojlanishga ehtiyoji bor va barcha bolalar qiziquvchi. Ammo kattalar ularning qiziqishi va mustaqilligini rag'batlantirishmaydi. O'rganishga bo'lgan qiziqish o'quvchining o'ziga bo'lgan javobgarligi bog'liq. Aksariyat o'qituvchilar bolalarning o'qishga qiziqtirishni maqsad qilishmaydi. O'qish, ayniqsa boshlang'ich sinflarda, ijobiy his-tuyg'ular bilan doim ravishda rag'batlantirishsiz bo'lmaydi. Maktabda, ijodda yoki sportda har bir o'g'il va qiz uchun g'alaba hissi muhimdir. Ammo bu yoshda bolalar kichik muvaffaqiyatlarni unutishadi. Bolada o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish uchun nima qilish kerak? O'qishga bo'lgan qiziqish va maqsad. U qilayotgan narsadan zavqlanishni his qilishi va nima uchun buni qilayotganini tushunishi kerak. Maqsad qo'yish va ularga erishish, ya'ni rejalashtirish va o'z harakatlarini boshqarish, o'ziga bo'lgan ishonch, muvaffaqiyat o'ziga bog'liqligini anglash, qiyinchiliklarni yengish va vazifalarni oxirigacha yetkazish qat'iyligi. Haqiqiy qiziqish har doim bosim bilan emas, balki yorqin taassurotlar bilan bog'liq. Aks holda o'rganishni yomon ko'rishga olib keladi. Uning tasavvurida sayr qilish va yangi dunyo ochishingiz kerak. O'zini hurmat qilish, maktabdagi baholar bolalarning shaxsini emas, balki bugungi bilimini baholash ekanligini eslash foydali bo'ladi. O'quvchilarni rag'batlantirish va maqtash. Bolalar tanqidni qabul qilmaydi. Ularning miyasi faqat maqtovga javob beradi. Olimlar MRT yordamida maktab o'quvchilarining miya faoliyatini o'rganishdi va 8-9 yoshli bolalarning miyasi mas'ul bo'lgan zonalar faoliyati tanqid qilinganda o'zgarmaganligini aniqladilar. Masalan, bu noto'g'ri javob. Bu yoshda bolalar o'z xatolaridan saboq ololmaydilar. Faqat 12-13 yoshdan boshlab o'spirinlar xato va xatolar haqidagi xabarlarga emotsional munosabatda bo'lishadi va o'zlarining salbiy tajribasidan foyda olishlari mumkin. Ehtimol zamonaviy bolalar uchun eng foydali mahorat bu ma'lumot oqimiga moslashishdir. Farzandingizga katta ma'lumotdan asosiy narsani olishga o'rgating va shunda unga muvaffaqiyat uchun eng muhim narsani topishni o'rgatgan bo'lasiz. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan men Alimxanova Feruza. Bugungi mavzuyimiz kompyuter viruslari deb nomlanadi. Hurmatli o'quvchilar, o'tgan darsimizda sizlar bilan elektron pochta mavzusini o'rgangan edik. Elektron pochta qutisi, pochta manzili, saytlardagi elektron pochtalar haqida sizlar bilan tanishdik. Hattoki o'zingiz elektron pochta ochib bir-birimizga xabarlar ham jo'natdik. To'g'rimi, aziz o'quvchilar?
Bugun esa sizlar bilan kompyuter viruslari mavzusini davom ettiramiz. Lekin yangi mavzuni o'tishimizdan avval o'tilgan darsimiz yuzasidan ozgina savol-javoblar bilan sizga murojaat etmoqchiman. Aziz o'quvchilar, keling sizlar bilan o'tgan mavzuyimiz yuzasidan ozgina bilimlaringizni tekshirib olsak. Ekranga diqqat bilan qaraymiz. Quyida keltirilgan yozuvlarning qaysi biri pochta manzili hisoblanadi? A javob: epson.com. B javob: 3w.uzedu.uz. C javob: 193m kuchukcha htv.uz. D javob esa 3w.ict.gov.uz. Xo'sh, aziz o'quvchilar, javobingiz tayyormi? Unday bo'lsa, tekshiramiz. Barakalla aziz o'quvchilar. Demak, C javob to'g'ri javob edi. Navbatdagi savolga qaraymiz. Elektron pochta bilan ishlashda foydalaniladigan protokolni aniqlang. A. HTTP. B. FTP. C. Email. D. POP3. Xo'sh, javobingiz tayyormi aziz o'quvchilar? Unday bo'lsa, tekshiramiz. Albatta, demak javob D javob edi. Ko'p sonli qabul qiluvchilarga tarqatiladigan keraksiz elektron xabarlar odatda nima deb ataladi? A. Virus. B. Reklama. C. Phishing. D. Spam. Javobingiz tayyormi aziz o'quvchilar? Keling, tekshirib ko'ramiz. Demak, javob spam edi. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga o'tgan darsda topshiriq sifatida elektron pochtadan yana qanday viruslar jo'natilganligini topish vazifasi berilgan edi. Albatta, bu javobni siz informatika o'qituvchingizga jo'natishingiz talab etilgan edi. Va shuningdek, mening ham elektron pochtamga sizlardan kelgan bir qancha javoblarni qabul qildim. Albatta, bergan javoblaringiz to'g'ri edi. Mana hurmatli o'quvchilar, sizlar elektron pochta orqali yuborilgan viruslarning ba'zilari bilan tanishdingiz. To'g'rimi? Demak, bugungi mavzuyimiz aynan mana shu kompyuter viruslari bo'yicha yanada batafsilroq tanishamiz. Xo'sh, aziz o'quvchilar, qani aytingchi, nima uchun biz kompyuter viruslarini aynan virus deb nomlandi? Jarohat emas, qanaqadir kasallik emas, aynan virus. Nima uchun? Nega bunday deb o'ylaysiz? Qani? Albatta, aziz o'quvchilar, kompyuter viruslari kasallikka olib keladigan biologik viruslarga juda ham o'xshash ekan. Chunki ular inson organizmi hujayrasiga kirib olgandan so'ng o'zining ko'pdan ko'p nusxalarini boshqa hujayralarga yuklar ekan. Xuddi kompyuter virusining ishlash prinsipi ham aynan shunday ekan. Shuning uchun ham uni biologik viruslarga tenglashtirib, kompyuter viruslari deb atalgan ekan. Virus bu dasturchi tomonidan tuzilar ekan. Kompyuter ish faoliyatini tekis ishlashiga xalaqit berar ekan. Oqibatda kompyuterning yoqilishi ham, undagi qurilmalarning ba'zilari ishdan chiqishi ham mumkin ekan. Bir so'z bilan aytganda, kompyuter viruslari bu o'z-o'zidan ko'payib, boshqa dasturlarga zarar beradigan dastur hisoblanar ekan. Viruslar kompyuterlarda o'zini turli xil tutar ekan. Ba'zi birlari kompyuteringizni kerak emas fayllar bilan to'ldirib qo'yar ekan. Ba'zilari esa operativ xotirani ko'p qismini egallab olar ekan. Yana ba'zilari kompyuteringizni ishlash jarayonini sekinlashtirib, fayllaringizni, hattoki tizim fayllarini ham o'chib ketishiga sabab bo'lar ekan.
Viruslarni faoliyatiga ko'ra ularni asosan 4 fazaga bo'lish mumkin ekan. Birinchi faza bu uxlash fazasi ekan. Ya'ni bu fazada agar kompyuteringiz virus bilan zararlangan bo'lsa ham, u hali o'z ishini namoyon etmas ekan. Ya'ni u uxlash fazasida bo'lar ekan. Ikkinchi faza esa ko'payish fazasi ekan. Uchinchi faza esa ishga kirishish fazasi ekan. Va eng so'nggi faza esa kompyuterni, ya'ni o'sha dasturni, kompyuterni vayron qilish fazasi hisoblanar ekan. Mana shu 4 faza asosida kompyuter viruslari o'z faoliyatini olib borar ekan. Hozirgi kunda kompyuter viruslarining 20 mingdan ortiq turi mavjud ekan va bu viruslar kompyuterni zararlashiga qarab turli xil darajalarga, turli xil guruhlarga bo'lish mumkin ekan. Lekin hozirgi vaqtda virusli dasturlarning yagona tasnifi mavjud emas. Ammo ular quyidagi xususiyatlarga ko'ra ajratishimiz mumkin ekan. Birinchisi, faoliyat muhitiga qarab. Ikkinchisi, ta'sir faoliyatiga ko'ra. Uchinchisi, zararli ta'siriga ko'ra va to'rtinchisi, algoritmli xususiyatiga ko'ra kompyuter viruslarini guruhlarga bo'lishimiz mumkin ekan. Keling, bularni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi, faoliyat muhitiga ko'ra viruslarni yana o'z navbatida quyidagi turlarga bo'lishimiz mumkin ekan. Birinchisi, faylli viruslar. Ikkinchisi, boot viruslari, ya'ni yuklovchi viruslar. Uchinchisi, makroviruslar va to'rtinchisi, tarmoq viruslari ekan. Mana endi shu viruslarni biz yanada mukammalroq ichini ko'rib chiqsak, ya'ni bular qanday viruslar ekan. Birinchisi, fayl viruslari ekan. Bu viruslar juda ham ko'p tarqalgan viruslar sirasiga kirar ekan. Demak, barcha viruslarni oladigan bo'lsak, shulardan taxminan 80% faylli viruslar hisoblanar ekan. Agar bu viruslarni o'z vaqtida aniqlab, o'z vaqtida kerakli choralarni ko'rmasa, hattoki bu epidemiya holatiga ham aylanishi mumkin ekan. Demak, ular kompyuterdagi sistema kutubxonasidagi fayllarni, bajaruvchi fayllarni ham zararlash imkoniyatiga ega ekan. Va bu fayllar, viruslar o'z-o'zidan ko'payish natijasiga ega ekan. Ya'ni bular o'zidan o'zi nusxa ko'chirib, ko'payib, operativ xotirani to'ldirib qo'yar ekan. Keyingi viruslarimiz esa boot viruslar ekan, ya'ni bular yuklovchi viruslar ekan. Bu albatta faylli viruslardan bir muncha farqlanadi. Faylli viruslar bir zumda o'zidan o'zi ko'payadigan bo'lsa, bular asta-sekinlik bilan ko'payar ekan. Faqatgina bular kompyuter yoqilishi bilan ishga tushar ekan, ya'ni yuklash vaqtida. Lekin antivirus dasturlar, biz bilamiz, kompyuterga qarshi kurashadigan dasturlarni biz antivirus dasturlar deymiz. Mana bunday viruslar bo'lgan holatda hali antivirus dasturlar ishga tushmasdanoq boot viruslar o'z ish faoliyatini boshlab yuborar ekan. Ba'zi bir hollarda hattoki boot viruslari va faylli viruslar ham birgalikda faoliyat olib borishi mumkin ekan. Mana shunday holatlar ham kuzatilar ekan. Makroviruslar. Bu viruslar o'zlarining tarqalishi uchun boshqa bir dasturning makro dasturlash tilidan foydalaniladigan viruslar ekan. Ular odatda Microsoft Word, Excel va shu kabi hujjatlarni zararlar ekan. Odatda eng ko'p ishlatiladigan viruslar asosan Word dasturini zararlash uchun yaratilgan viruslar ekan. Albatta bu viruslar ham nafaqat o'sha dasturlarni, balki boshqa shu dastur o'rnatilgan boshqa kompyuterlarni ham zararlash imkoniga ega ekan bunday viruslar. Navbatdagi virusimiz esa tarmoq viruslari ekan.
o'z nomi bilan aytib turibdi, tarmoq viruslari. Demak, tarmoqdagi barcha yoki ba'zi abonentlarni zararlar ekan. Hozir biz mana shu tarmoqdagi zararlagan viruslarni ham qanday viruslar ekanligini darsimiz davomida biz sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, keyingi bo'limiga o'tadigan bo'lsak, endi ta'sir faoliyatiga ko'ra quyidagi turlarga bo'lishimiz mumkin ekan. Birinchisi rezident viruslar, ikkinchisi norezident viruslar ekan. Xo'sh, bularni bir-biridan farqi nimada? Keling ko'rib chiqamiz. Rezident viruslar zararlangan kompyuterlar operativ xotirasiga o'zining yuqumli bir qismini qoldirib ketar ekan. Demak, operativ xotirada u sekin asta uni to'ldirib borar ekan. Norezident viruslar esa kompyuter xotirasini zararlantirmas ekan. Demak, kompyuter xotirasini to'ldirmas ekan, faqatgina belgilangan vaqt chegarasida faol bo'lar ekan. Demak, o'sha belgilangan vaqt chegarasida u o'z ish faoliyatini ko'rsatar ekan. Rezident viruslar esa albatta operativ xotiraga o'z ish faoliyatini ta'sir qilib borar ekan. Zararli ta'siriga ko'ra esa biz 3 turga bo'lishimiz mumkin ekan. Ya'ni xavfsiz darajadagi viruslar, xavfli darajadagi viruslar va o'ta xavfli darajadagi viruslarga bo'lishimiz mumkin ekan. Demak, xavfsiz daraja deganimizda biz virus bor kompyuterda, operativ xotirani to'ldirmaydi va kompyuterga unchalik zarar yetkazmaydi degan. Xavfli darajadagi viruslar esa kompyuterimizning operativ xotirasini to'ldirib boradi, o'zidan nusxa ko'paytiradi, lekin u darajada xavfli emas ekan. Va eng so'nggi darajamiz esa o'ta xavfli darajadagi viruslar ekan. Albatta, bular kompyuterimizni ishdan chiqishigacha olib keladigan viruslar o'ta xavfli darajadagi viruslar hisoblanar ekan. Algoritmli xususiyatlariga ko'ra viruslar juda ko'p va ular turli xil ekan. Keling, bularni hozir birma-bir ko'rib chiqsak. Birinchi viruslarimizning turi bu chuvalchang viruslar ekan, ya'ni chervlar deb atirganmiz. Chuvalchang viruslar o'z nomiga mos ravishda judayam tez o'z-o'zidan ko'payadigan viruslar ekan. Ular haqiqatdan ham kompyuteringizda ma'lumotlarga va kompyuter xavfsizligiga katta ziyon yetkazar ekan. Albatta, bunday viruslar ko'pincha elektron pochtalar orqali tarqatilar ekan. Navbatdagi virusimiz esa bu troyanlar deb nomlanar ekan. Esingizda bo'lsa, tarixda troyaliklarni zabt etish uchun ularga taxta otidan yasalgan ot sovg'a qilinadi va ular Troya mamlakatini mag'lub etishga o'zini hissasini qo'shadi. Demak, buning uchun ham shu nom ularga Troya deb nom berilgan ekan. Albatta, bu viruslar ma'lumotlarni kerakli manzillarga hatto jo'natar ekan. Kompyuteringizga internetdan ruxsatsiz ulanishlarini ham amalga oshirishi mumkin ekan. Navbatdagi virus esa bu rootkit viruslari deb nomlanar ekan. Rootkitlar viruslar orasida o'zlarining eng xavfliligi, yashirinishga ustaligi bilan alohida ajralib turar ekan. Ba'zi rootkitlarni antivirus dasturlari ham aniqlay olmas ekan. Chunki ular o'zlarini operativ tizim fayllari sifatida ko'rsatishar ekan. Albatta, bular troyanlar orqali tarqatilar ekan. Xo'sh, unda sizlarda savol tug'iladi. Ikkalasi bir-biriga o'xshash ekan degan. Hozirgi kungida viruslar bilan taqqoslaydigan bo'lsak, masalan, pnevmoniya ham va koronavirus ham bir-biriga o'xshash viruslar, to'g'rimi? Lekin koronavirus pnevmoniyadan ko'ra o'ta xavfliligi bilan ajralib turadi. Bu ham xuddi shunday. Demak, rootkitlar troyanlardan ko'ra kuchliroq ekan. O'zgaruvchan viruslar. Bu viruslar nafaqat o'z-o'zidan ko'payadi, balki ko'paygan paytda o'zlarini kodlarini ham o'zgartirish imkoniyatiga ega ekan. O'zgaruvchan viruslarni aniqlashda
hattoki antivirus dasturlari ham ularni qidirib topishi ancha mushkul ekan. Navbatdagi virusimiz esa vaqt bombasi viruslari deb nomlanar ekan. Bu viruslar muayyan sana yoxud payt kelganda foydalanuvchi tomonidan muayyan harakat amalga oshirilganda ishga tushadigan viruslar hisoblanar ekan. Misol uchun, kulgi kunida yoki yangi yil kunida ma'lumotlarni o'chirib tashab, albatta qo'shtirnoq ichida sovg'a taqdim etishi mumkin ekan bunday viruslar. Navbatdagi viruslar esa zombi viruslari deb nomlanar ekan. Nomi bilan ma'lum bo'lgani kabi, demak sizni kompyuteringizni zombiga aylantirib qo'yadigan viruslar ekan. Ushbu virus buzg'unchiga foydalanuvchining kompyuterini boshqarishga imkon berar ekan. Zombi kompyuterlar tarmoqqa ulanishi mumkin ekan va saytlarga yoki spam xabarlarga ommaviy ravishda hujum qilish uchun ishlatilar ekan. Foydalanuvchi hatto uning kompyuteri tajovuzkorlar tomonidan boshqarilayotganini hattoki sezmas ham ekan. Navbatdagi virus esa ayg'oqchi viruslar deb nomlanar ekan. Bu viruslar asosan foydalanuvchining xatti-harakatlari haqida ma'lumot to'plashga harakat qilar ekan. Ular asosan axborot manzillar, protokollar, kredit karta ma'lumotlari bilan qiziqar ekan. Va so'nggisi bu stealth viruslar hisoblanar ekan. Bular yashirin viruslar, ya'ni ko'rinmas viruslar deb nomlanar ekan. Ular tizimda mavjudligini yashirishni, ya'ni o'zligini yashirishni biladigan viruslar ekan. Ularni aniqlash juda ham qiyin. Yashirin viruslar ko'rinmaslikni ta'minlashni turli usullarini bilishar ekan. Aziz o'quvchilar, mana bugungi o'tilgan mavzuyimizni qisqacha quyidagi jadvalda ko'rishingiz mumkin. Endi sizlarga savol. Sizlarga aytib o'tilgan o'sha Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan virusni keling shu tasnif bo'yicha tavsiflab ko'ramiz. Demak, u faoliyat muhitiga ko'ra qaysi virus turiga kiradi? Albatta, tarmoq virusiga kiradi. Chunki u elektron pochta orqali jo'natilgan. Ta'sir faoliyatiga ko'ra u rezident virus. Zararli ta'siriga ko'ra esa u o'ta xavfli viruslar turiga kiradi. Va algoritmik xususiyatiga ko'ra u chuvalchang viruslar deb nomlanadi. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga topshiriq sifatida birinchi kompyuter virusi epidemiyasi qachon bo'lganligini topishingizni so'rayman. Demak, bu savolga javob topishingizni so'rab qolaman hamda o'qituvchingizning elektron pochtasiga yoki bo'lmasam quyidagi manzilga jo'natishingizni so'rab qolaman. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Yana maktab. Yana 2 baho. O'qishga bo'lsa xohish yo'q. Biroq o'yinlardan ko'ngil choq. O'yin o'ynab ilm o'rganish bu edumarketga xos ish. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan yana adabiyot darsida uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan mavzu tanlashda boshqacha bir yo'ldan borishga ahd qildim.
ya'ni muayyan bir mavzu doirasida emas, balki o'tilgan mavzularni takrorlash, ya'ni shu paytgacha o'tilgan biror mavzuga to'xtalish ma'nosida ortga qaytishga qaror qildim. Keling, siz bilan adabiyotda o'tilgan ma'lum bir mavzuga to'xtalamiz, ya'ni hikoyani tahlil qilish degan masala haqida bosh qotirib ko'ramiz. Demak, sizlar bilan tahlil uchun mashhur yozuvchi Abdulla Qahhorning O'g'ri hikoyasini tanladim. O'g'ri hikoyasi maktab darsliklarida o'tilgan, siz uni yaqindagina o'tgansiz va bu hikoyani o'qigansiz, u hikoyani syujeti bilan bog'liq, u hikoyada ko'tarilgan masalalar bilan bog'liq mavzularda albatta allaqachon gaplashgansiz. Keling, siz bilan hozir asarning har bitta so'ziga ahamiyat berish va syujetni tahlil qilish uchun yozuvchining orqasidan so'zma-so'z, izma-iz borish yo'lidan ketmoqchiman. Shu yo'ldan ketib, hikoyani tahlil qilishga harakat qilamiz. Hamma biladiki, Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotidagi eng so'zni tejab, o'rinli ishlatgan yozuvchi hisoblanadi. Ehtimol biror bir yozuvchining romanini, asarini, biror betini olib tashlasa yoki biror bo'limini, biror qismini olib tashlasa ham mazmunni tushunsa bo'lar. Ehtimol mazmunda katta yo'qotish bo'lmas va siz oldingi sahifalarga bog'lagan holda mazmunini keltirib chiqara olasiz. Lekin Abdulla Qahhor shunday yozuvchiki, uning yozgan asarlarining birorta so'ziga ham tegib bo'lmaydi. Har bitta so'z qandaydir bir vazifa bajaradi, qandaydir bitta maqsadga xizmat qiladi. Xo'p, siz bilan matnni deyarli har bitta so'ziga, Qahhor ishlatgan har bitta iboraga, nima uchun shunday deyotganligiga qarash yo'lidan boramiz. Demak, hikoyaning oti O'g'ri, unga qo'yilgan sarlavha va unga tanlangan epigraf Otning o'limi, itning bayrami degan maqol. Keling, dastlab unga qo'yilgan sarlavha va unga qo'yilgan epigraf yuzasidan fikr yuritib ko'ramiz. Nega bunday sarlavha qo'yilgan? Demak, sarlavhaning o'zidan bilamizki, gap birorta o'g'irlik haqida ketyapti va uning davomi sifatida berilayotgan epigraf Otning o'limi, itning bayrami degan maqol sizga, demak, kimningdir boshiga tushgan musibat orqali boshqa kimdir bundan foydalana olayotganligini, bundan o'zi uchun daromad topayotganini ko'rishimiz, bilishimiz mumkin. Keling, syujetning orqasidan har bitta satrdagi har bitta jumlaning orqasidan boramiz. Kampir tong qorong'isida xamir qilgani turib, ho'kizidan xabar oldi. Ho'kiz yo'q. O'g'il ko'cha tomondan teshilgan. Demak, birinchi ahamiyat beradigan narsa, nima uchun kampir aynan tong qorong'isida xamir qilgani turdi? Demak, odatda bilamizki, qishloqlarda o'zbek ayollari har doim xamir qilish, non qilish degan vazifani kunning birinchi tartibiga qo'yiladigan birinchi masala sifatida ko'radi va dastlab ishni shundan boshlaydi. Va savol tug'iladi, agar kampir xamir qilgan turgan bo'lsa, nega ho'kizdan xabar oldi? Shundan boshlab o'ylashni boshlaymiz. Demak, odamzodning tabiati shundayki, u uyqudan uyg'ongan zahoti bisotidagi o'ziga eng aziz bo'lgan narsadan xabar oladi. Qadrli o'quvchilar, agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, uyingizda otangizning qimmatbaho avtomashinasi bo'lsa, u uyqudan turgan zahoti birinchi ana shu mashina joyida turibdimi yo'qmi tekshirib qo'yadi. Yoki u uchun nimadir o'ziga aziz bo'lsa, u uchun qimmatli narsa bo'lsa, o'rnidan turib birinchi shu narsani tekshirib xotirjam bo'lib olish kerak. Demak, kampir ham bisotidagi eng qimmatbaho narsa ho'kizining joyida turgan-turmaganini tekshirish uchun o'g'ilga bordi va afsuski u yerda ho'kizini topmadi. O'g'il teshilgan edi. Demak, devor teshilgan va u yerdan ho'kiz olib qochib ketilgan. Dehqonning uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin. Bir qop somon, 10-15 ta xoda, bir arava qamish, uy. Nima demoqchi adib? Demak, u paytlar uchun va hikoyada siz ahamiyat bering, o'tmishdan deb izoh beryapti. Abdulla Qahhor bu bilan o'tmishdagi sharoit shunday edi, o'tmishdagi voqealar shunaqa edi demoqchi. Va bitta uy qilish unchalik qiyin narsa emas. Agar siz bir qop somon, 10-15 ta xoda topsangiz va qamishni aralashtirsangiz uy qilishingiz mumkin. Lekin ho'kiz topish juda ham qiyin. Ho'kiz topish uchun necha zamonlar qozonni suvga tashlab qo'yish kerak bo'ladi.
Nima degani qozonni suvga tashlab qo'yish? Demak, qozonni ishlatmaslik, ovqat qilmaslik, ovqat qilish uchun kerakli masalliqlarni topa olmaydigan darajada qashshoq bo'lishga ishora. Va sizga taxminan sizga uylarni tasavvur qilishingiz uchun ko'rsatmoqchi edimki, ya'ni o'tmishdagi uylar hozirgi uylar kabi unaqa mustahkam, pishiq bo'lgan emas va Qobil boboning uyi ham kambag'al qashshoq odam uyi sifatida o'g'irlab ketish, teshish, bemalol buzish mumkin bo'lgan oddiygina, soddagina uy bo'lgan demoqchiman. Demak, asarning boshidan oxirigacha sizga qayta-qayta nega degan savol bilan murojaat qilaman va bunga javob topishga harakat qilamiz. Odamlar dod ovoziga o'rganib qolgan. Savol, nega? Nimaga odamlar dod ovoziga o'rganib qoldi? U qanaqa zamon edi? Birovni eri uradi, birovning uyi xatga tushadi. Ammo kampirning dodiga odam tez to'plandi. Sizga yana savol bilan murojaat qilaman. Nega odamlar tez yig'ildi? Hamma dod ovoziga o'rgangan bo'lsa. Demak, kampir ular o'rganib qolgandan ko'ra dahshatliroq ovoz bilan, ular o'rgangandan ham ko'ra fojiaviyroq tarzda baqirdi. Qobil bobo yalang bosh, yalang oyoq, yaktakchan, og'il eshigi tomonda turib dag' titraydi. Demak, u shunday baqirdiki, uydan choli yugurib chiqdi va dag' titraydi. Qaltirab, u uchun bu katta fojia. U hech narsa kiyishga ulgurmadi, harakat qilmadi. Shundoq yalang boshligicha, yalang oyoqligicha chiqdi. Va dag' titrayapti. Tizzalari bukilib ketadi, ko'zlari javdiraydi. Hammaga qaraydi, ammo hech kimni ko'rmaydi. Sizga yana murojaat qilmoqchiman. Odam qachon hammaga qaraydi va hech kimni ko'rmaydi. Demak, u bundan qattiq dahshatga tushgan. Odam hayajon zo'r bo'lgan paytda hech narsani miya nazorat qila olmagan paytda u hammaga qarashi mumkin, lekin hech narsani anglay olmaydi, hech kimni ko'ra olmaydi. Endi e'tibor berishingiz kerak bo'lgan joyini qarang. Xotinlar o'g'rini qarg'aydi, it huradi, tovuqlar qaqalaydi. Nega mana shu 3 ta hodisani ketma-ket beryapti deb. Demak, bu bir-biriga o'xshaydigan narsa. Ya'ni odamlar qo'lidan kelganicha go'yoki munosabat bildiryapti. Tomoshaga hamma baqir-chaqirga yig'ildi va e'tibor bersangiz, odamlar odatda yig'ilganda hamma o'zining ishi bilan shug'ullanadi. Kimdir baqirish bilan, kimdir g'iybat qilish bilan, it huradi, tovuqlar qaqalaydi. Ya'ni shovqinga shovqin qo'shildi. Kimdir shunday kichkina teshikdan ho'kiz sig'ishiga aql ishonmasligi to'g'risida kishilarga gap ma'qullaydi. Demak, odamlar o'zaro gaplashishga tushib ketib qoldi. Yo, bu yerga ho'kiz sig'maydi degan ma'noda. Sizda tasavvur paydo bo'lishi uchun tushuntirmoqchi edim. O'tmishda yer qanday haydalgan? Ho'kiz nima uchun bu qadar qimmatbaho narsa? Demak, e'tibor bering mana shu suratga. Ho'kiz bekorga qo'sh haydaydi deyilmagan, odatda qo'sh ikkita qilib haydalgan. Agar Qobil boboga o'xshagan qashshoq odam bo'lsa, bitta ho'kiz bilan ham yer haydashi mumkin. Ho'kizning orqasiga omoch ulangan, ana shu omochni dehqon qo'li bilan bosib, yerga botirib yuradi. Va ho'kiz uning shudgori bo'ylab, dalasi bo'ylab yurganda u qo'li bilan omochni bosib yuradi va yerni haydashga shu tarzda muvaffaq bo'ladi. Demak, ho'kizidan ayrildi degani, u o'zining ishchi kuchidan, uning hayoti mazmuni bo'lgan, unga daromad keltirishi mumkin bo'lgan ishini eng asosiy yordamchisidan ajralib qoldi degani. Shu yerda davom etamiz. Qobil boboning qo'shnisi burunsiz Ellikboshi kirdi. Qahhorning antiqa uslubi bor. Qahhor ko'pincha izoh bermaydi. Nega degan savolni o'zingiz berishingiz va javob topishingiz kerak. Odamda g'alati savol tug'iladi. Nega Ellikboshi burunsiz? Ehtimol hammaning ishiga burnini tiqayotgan bo'lgani uchundir. U og'ilga kirib, teshikni, ho'kiz bog'langan ustunni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Negadir ustunni qimirlatib ham ko'rdi. Yana sizga savol bilan murojaat qilaman. Nega ustunni qimirlatib ko'rdi? Tasavvur qiling, u dod ovoziga eshitilganda kirib keldi. Go'yoki o'sha narsani tekshirib, ushlab ko'rdi. Bu bilan deb aytmoqchiki, Ellikboshi u yerga kirganda o'zini go'yoki taftish qilayotganday, xuddi detektivlarday, qidirayotganda nimadir topishga umid uyg'otadiganday tutdi o'zini. So'ngra Qobil boboni chaqirib va past tovush bilan dedi: "Ho'kizing hech qayoqqa ketmaydi, topiladi." Uning og'ilga kirib qolgan taftishi Qobil boboga bir umid bag'ishlagan edi. Bu so'zi haddan ziyod sevintirdi. Chol yig'lab yubordi. Demak, odam hayajon zo'rayganda qattiq xursandchilikdan ham yig'lab yuboradi. Qahhor shuni aytmoqchi sizga va Xudo xayr bersin, ola ho'kiz edi. Ya'ni Xudo sizning xayringizni bersin, Alloh sizga yaxshiliklaringizga qaytarsin dedi va yig'lab yubordi va uning go'yoki ana shu taftish qilib og'ilni aylangani unga umid berdi. Odamlar o'g'ri devorni qachon va qanday asbob bilan teshgani, ho'kizni qaysi tomonga olib ketgani,
uni qaysi bozorda sotishi mumkin ekanligi to'g'risida bahslasha tarqaldi. G'ovur bosildi. Demak, bilasizmi, odatda bizda shunaqa narsa bo'ladi. Mahallada birorta to'polon bo'lsa, bironta ishkal bo'lsa, birorta muammo bo'lsa, hamma yig'iladi. Keyin uni hamma muhokama qiladi va keyin hamma o'z hayoti bilan tarqaladi. Va siz o'zingizning muammoyingiz bilan, o'zingizning tashvishingiz bilan ro'baro bittama-bitta o'zingiz qolasiz. Demak, Qobil bobo tomoshabinlar tarqaldi, hamma muhokama qilib bo'ldi, fojiasi bilan o'zi yolg'iz kurashishga to'g'ri keldi. Qobil boboning kampiri yig'idan to'xtab Ellikboshini duo qila ketdi. Ellikboshi o'g'ri teshgan yerni yana bir bor ko'rdi. Qobil bobo qo'l qovushtirib uning ketidan yurar va yig'lar edi. Ko'ryapsizmi? Demak, Qobil bobo endi nima qilishini bilmayapti. U uchun yagona najot ana shu Ellikboshi bo'lib tuyuldi, orqasidan yuribdi. Yig'lama deyman. Ho'kizing oq poshsho qo'l ostidan chiqib ketmagan bo'lsa, topiladi. Ahamiyat bering. Birinchi, yig'lama deyman. Ellikboshi keksa odamni, qari odamni senlab murojaat qilayotgan nimani bildiradi? Demak, bu o'zining rahbarligidan, go'yoki ustunligidan foydalangan holda Qobil boboning qashshoq, kambag'al odamni hurmat qilishim shart emas deb hisoblayapti. Va agarda ho'kizing oq poshsho qo'l ostidan chiqib ketmagan bo'lsa, topiladi. Nima demoqchi bu bilan? Go'yoki o'zini amaldorlarga daxldorday, ularga aloqasi borday, ularning tarafidan turib buning muammosini hal qiladiganday tutmoqchi. Ellikboshi ho'kizni juda naqd qilib qo'ydi. Go'yo u ko'chaga chiqsa bas, ho'kiz topiladi. Bu Xudo yarlaqagur shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozim-da. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. E'tibor bersangiz, Qahhor hikoya davomida maqollarni mahorat bilan qo'llaydi. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. Demak, u o'zini go'yoki Ellikboshi unga yaxshilik qilgani uchun qarzdorday his qilyapti va pora berish ehtiyojini his qilyapti. Va yana maqollar qo'llaydi, qarang. Quruq qoshiq og'iz yirtadi. Berganga bitta ham ko'p, olganga 10 ta ham oz. Qobil bobo ro'para bo'lganda Amin og'zini ochmasdan qattiq kekirdi. Keyin bag'baqasini osiltirib kuldi. Ko'ryapsizmi? U o'zining muammosi bilan amaldorning oldiga bordi. Amaldor bag'baqasi bor, semirib ketgan, beg'am, endigina ovqat yegan shunchun kekirgan va aslida muammo nimaligi bilan qiziqib ham ko'rmagan. Sigir yo'qoldimi? Yo'q, ho'kiz. Ko'ryapsizmi? Demak, bu yerda adib uni hattoki bu muammoga qanaqa kirishganini ham bilmaydi. Yoki bo'lmasam qarang, suyunchidan chashni olib kelinmadimi? Ya'ni ulush olib kelmadingmi deb savol beryapti. Va Qobil bobo yonidan pul chiqarib beradi va u pristavga xabar berishini aytadi. Va u ana shu orada bir necha marta bir necha joylarga pora berishga, yordam uchun murojaat qilishga harakat qiladi va yana ikkita maqol beryapti, qarang. Begim deguncha kishining beli sinadi. O'ynashmagin arbob bilan, seni urar harbob bilan. Endi qarang, sizga savol. Qobil boboning harakatlari nima deb baholash mumkin? Ish bitirish uchun qilingan uddaburonlikmi? Chorasizlikmi? Poraxo'rlikmi? Qanaqasiga o'ylasak to'g'ri bo'lardi. Va u nimalar qildi? Qarang, ho'kizni topish uchun pul berdi, hamyonidagini, yig'ganini, yarim qop jiyda, 3 yelpish tovoq jo'xori, 2 kalava ip, 3 ta tovuq, 100 ta tuxum, bitta kulangir, bitta tovuq, 3 so'm pul. Va natijada nimaga erishdi? Natijada hech narsaga erishmaydi. Va oxiri unga yana baqirib berishdi. Gumoningizni ayting bo'lmasam. Olgan odam allaqachon so'yib saranjomladida, uzoq demasangiz, erinmasangiz ko'nchilikka boring. Terisi ko'nchilikka tushgan bo'lsa, charim bo'ldi, xudo biladi, kavush bo'ldimi? Ko'rdingizmi? Oldiniga ho'kizni topib beraman dedi. Keyin u so'yildi, terisi qayta ishlandi, kavush bo'lib bo'ldi, kiyilib ketdi, endi topilmaydi deb bor umidini, uni bor pulini shilib olgandan keyin umidini chipakka chiqardi. Va qarang, shunday bir zanjir bor. Demak, u Ellikboshiga murojaat qildi. Ellikboshini Aminga yubordi. Amin uni pristavga yubordi. U uni tilmochga yubordi. U uni Aminga yubordi va yana Ellikboshiga qaytib keldi. Muammoingiz hal bo'lmadi. Qobil bobo bir necha joyga murojaat qilib, yana oxiri chorasizlikka qaytib keldi. Va oxiri unga aytibdi, ertasiga Ellikboshi Qobil boboni boshlab qaynatasini oldiga olib bordi. Yig'lamang, sizga yordam beraman, sizga qaynatam 2 ta ho'kiz beradi deb aytdi. Sizga darsning so'ngida topshiriq sifatida bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. O'ylab ko'ring, voqea boshqachasiga yuz berishi mumkinmidi? Mana shu zanjirni kimdir qayerdadir uzishi mumkinmidi? Yoki muallif o'g'ri deganda kimni nazarda tutgan? Nima deb o'ylaysiz? Bu yerda o'g'ri faqatgina ho'kizni o'g'irlagan odammi? Va 3-savol, hikoyada qanday illatlar hikoya qilingan? Qanday illatlar haqida gap yuritildi, fikr yuritildi? Siz bilan
Keyingi adabiyot darslarida uchrashguncha xayrlashamiz. Marhamat qilib asarlardan qayta o'qib ko'ring, har bitta so'zning ma'nosini chaqishga harakat qiling. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling. Kunni to'g'ri rejalashtirish degani nimani tushunish mumkin avvalo. Ya'ni kunni to'g'ri taqsimlash va ratsional rejalashtirish tushuniladi. Kunni to'g'ri rejalashtirish oldingilardan hozir salgina farq qiladi. Chunki biz hozir ko'chaga chiqmayapmiz. Ko'chadagi mashg'ulotlar, sayr qilishlar chegaralangan. Shuning uchun kundalik rejalashtirish ishlarimizni uyda to'g'ri taqsimlashimiz kerak. Avvalo bunda kunni to'g'ri rejalashtirish uchun hamma oila a'zolari, buvijonlarimiz, ota-onamiz, farzandlar, aka-ukalar hammaligi birgalikda hamjihatlikda harakat qilishimiz kerak ekan. Kunni to'g'ri rejalashtirishda avvalo ertalabdan boshlash kerak, ya'ni vaqtida turish, vaqtida to'g'ri ovqatlanish va ratsional ovqatlanishni yo'lga qo'yish, jismoniy mashqlar bilan aqliy mashqlarni to'g'ri taqsimlay olishini ham inobatga olishimiz kerak ekan. Albatta bunda ota-onalarning, buvijon, buvajonlarimizning nazorati juda katta ahamiyatga ega. Jismoniy mashqlarni avvalo kunning yarmida jismoniy mashqlar yoki jismoniy har xil turli xil o'yinlarni kunning yarmida bajargan ma'qul deb o'ylayman. Hozir televideniya orqali va ommaviy axborotlar orqali berilayotgan o'quv darslari, ya'ni mashg'ulotlarini bajarishini to'g'ri taqsimlay olishimiz kerak. Chunki o'sha darslar, mashg'ulotlar berilayotgan paytda diqqatimizni bir joyga jamlab, atrofdagi chalg'ituvchi turli xil vaziyatlardan o'zimizni asragan holda, diqqatimizni faqatgina darslarga jalb qilgan holda o'quv materiallarini o'zlashtirishimiz kerak ekan. Ota-onalar kichik yoshdagi o'quvchilarni, ayniqsa jismoniy mashqlar, o'quv mashg'ulotlarini o'yin tariqasida olib borishsa, bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki bolajonlarimiz tezda toliqishlari mumkin yoki zerikishlari mumkin. Ayniqsa jismoniy mashqlarni va o'quv mashg'ulotlarini tanlayotganda yoki o'yinli mashg'ulotlarni tanlayotganda albatta har bir bolaning o'zining temperamenti, psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tanlagan ma'qul. Chunki giperaktiv bolajonlarimizga misol uchun zerikarli stol o'yinlarini bersak, ular uchun bu juda ham zerikarli va tezda toliqishadi. Yo'inki teskarisi buni aksi og'ir, bosiq farzandlarimizga aktiv, tez harakatli o'yinlarni bersak, ular buni uddalay olmaganlaridan zerikarli tuyulishi mumkin ekan. Shuning uchun ota-ona har bir farzandining individual fiziologik, psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holatda ularni shu jihatlarini, xususiyatlarini inobatga olgan holda kunni rejalashtirishda har bitta o'quv mashg'uloti bo'ladimi, o'yin bo'ladimi yoki jismoniy mashqlar bo'ladimi, albatta shu xususiyatlarni hisobga olgan holda olib borsa maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Lekin hozirda aytib o'tdik, mana bizni buvijonlarimiz bor. Bu buvijonlarimiz ham bizni ma'naviy boyligimizdir. Ular orqali biz juda ko'pgina qadimgi ertaklarimiz, matallarimiz, tez aytishlarimiz orqali ham bolalarning vaqtini mazmunli o'tkazishimiz mumkin ekan. Har bir ota-ona farzandining ayniqsa hozir bo'layotgan jarayonda ko'proq farzandi bilan mashg'ul bo'lishga va ularga ko'proq vaqt ajratishga sharoit yaratildi. Mana shu sharoitdan to'g'ri va mazmunli, rejali taqsimlanish uchun har bitta ota-ona iloji bo'lsa kechqurun o'zi uchun ertangi rejani yozib qo'ygan yoki xayolan rejalashtirish mumkin ekan. Ertaga mana ishlarni qilamiz yoki mana bu ishlarni rejalashtirib olamiz degan maqsadda. Nima uchun kerak ekan bizga kundalik kunni rejalashtirish avvalo o'quvchilarni ham, bolalarni ham, ota-onalarning ham vaqtini to'g'ri va mazmunli o'tkazishga juda katta yordam berar ekan.